9700S Wi-Fi Blesk. Shuni hozir Cobalt rusumda multiradar turibdi. FLA'mi qaysi rusumda xabar berishdi. Shuni bir teskari holatda yo'limizda turibdi. Shuni test qilib ko'rmoqchiman. Xullas shu 30-40% krutoy поворотdan keyin turibdi. Hozir shuni test qilib ko'rmoqchiman. Muito radar. O. Bak. Yo'limizda turibdi. Bukvasi. Yaqinroq ko'ramiz. .54 FLA degan avtomobil raqami ekan. Natija yaxshi.